Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun yana bir oshxona mebelimizni ustunib ketib berdik. Xudo xolasa, ko'rsangizlar bo'ladi. Bu yerda duxovkalari, mikrovolnovkalari, kirmashillari, настольный gazlari, ko'p funksiyali moyka и посудомоечный mashinalarni o'rnatib berganmiz. Bu yerda xolodilniklari, qaranglar, katta bo'lib chiqqan, bahaybat bo'lib. Cappuccino, молочный, dapilarim cappuccino bo'lgan. Stollari rossiyskiy matviy stollardan qo'yib berganmiz. Qirchiq, chiziq bo'lmaydi. Keyin bir de tak kargo mexanizmlarini qo'yib berganmiz. Har doim tortmalarda tandim. Bir de qoshiq qo'ydovlarim bo'ladi. Keyin bir de so'chaliklarini qo'yib berganmiz. Sushilkalar qo'yib berganmiz. Qaranglar, uy nadayan ochilib, chiroyli bo'lib turibdi. Keyin bu yerda stollarni ishlab berganmiz. Xamir yayish uchun, o'tirish uchun masalan, tortib qo'ysalar, endi g'ildiraklari bor. O'rtadan bemalol o'tirib choy ichadilar. Asturov. Endi buni ustini dosh ham etib ishlasa bo'ladi. Prosta dosh bitta qimmatroq chiqadi. Hozir bu rossiyskiy laminatdan ishlandi. Bir de ichidan foydalanadilar bemalol. Sizlarga ko'ringlar, bu xabaringlar qo'yganmiz. Çok yo'q chiqdi.